Oyim juda ko'p ichardilar, o'zini o'zi o'ldirgan desak ham bo'ladi. Ko'p harakat qilganman shu narsadan uni saqlab qolishga, ko'p davolatganman, lekin женский alkogolizm излечим. Uy-joy hammasi qilib berganman, hech narsa qilish kerak emas, faqat ichmaydi derdim. Oxiri уже o'zini umuman ushlay olmadi. O'shanda ko'p tuyg'ular o'tgan ichimda, oyimga qiyin bo'lgan, adam har doim ichib kelardi, uyda pul bo'lmasdi, ovqat bo'lmasdi, har doim urush janjal. Oyimga yoki ishlash kerak edi, bizani boqish uchun yoki bizani tarbiyalash kerak edi. O'shaning uchun bizani ham didomga topshirgan sababim shu bo'lgan. Yaxshimi yomonmi baribir yaxshi ko'rardim oyimni. Hayotini yaxshilab berishga harakat qilardim. Har doim aytardim, ichmay, hammasi yaxshi bo'ladi, hali sizga uy olib beraman, hali baxtli bo'lamiz. Hayotga qiziqish qolmagandi. Yosh ketgan. 48 yoshda edi. Yana yashasa bo'lardi.